Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu kadarlık Facebook'taki dünyanın her qaysı şeyleri qeyrindaşlarım. Həmmanlarınki muşu vaxtı ve bunundaki günkü vaxt xeyirlik bolsun. Bugün biz yine Kader Risalesi ve Şerhi Qulamdaki bu kitap 354 betli kitapninki 184. bettige geldik. İnşallah bugün tedbiriyey Kader Risalesi ve Şerhi 10. sin dersimizde Allah'ın kitabıdın bir delilge asaslanmagan her qandaq bir düşünce azgulluqtur degen mavzunu birlikte ügünümüz. Ekranı patmada qadirli qarindaşlar. iPad qalemden birini al deydigan oxşaydı. Yazıp bulanmay qaldım. İnşallah onu manamız. Allah'ın kitabıdın bir delilge asaslanmagan her düşünce bir azgulluqtur deptu. Bu yerdeki bir artıqken. El-Besri eytudi ki Allah'ın kitabıga asaslanmagan her qandaq düşünce zalalettur. Onun bu sözü Kur'an'dan hakikatten qalsıla gumrahlıqdan gayri nersi mevcut emas. Yunus Suresi'nin 32. ayetini esletudum. Risale baştan ahiri onun bu hükümge qançılık sadaqatlik bilen ergeçkenlikinin şahitidir. Çünkü o qandaqlıki bir sözünü eysa arqıdilla o sözü de asaslangan qadirli qarindaşlar İstanbul'nunki hemen ettigellik saat 3:20 boldu. Diyanet'nin takvimi boyunca kalendar boyunca Bamdad namazıga ezan tovlandı. Yani ağzımızda itimiz. Ama Kur'an-ı Kerim'e asaslangan çadı yine bir saatin oşkurak, 1 saat 15 minuttak etrafta vakit ba. Çünkü Sure Bakara'nınki 183. ayetinden 183. ayetiga qarasak, şeyde bizge Allah mizanını belgilep bergen, rozunu qandaq tutuş, qandaq qaysi vaqtda echish, qaysi vaqtda tutuş bunu edep bergen şeyge asaslansak buludu. Bizning yine biraz vaxtimiz var. Biz davamlaştıraylı. El-Besri eytudu ki Allah'ın kitabıga asaslanmagan her qandaq düşünce zalalettir. Onun bu sözü Kur'an'dan hakikatten qalsıla gumrahlıqdan gayri nersi mevcut emas. Yunus 32. ayet. Ayetini esletudu. Risale baştan ahiri onun bu hükümge qançılık sadaqatlik bilen ergeçkenlikinin şahididir. Çünkü o qandaqlıki bir sözünü eytsa arqıdilla o sözü de asaslangan Kur'an ayetini körüstüp ötüdü. Muhatabi Abdülmelikni dadıllık bilen mundak agahlandırdı. Allah'ın kaza ve hükmünü bilmeydiğallah'ın havai hevesleri ve arzularını taşlap sana okup verilgen kitapka kulak salgın. Kulak selişini talep kılgan Enfal Suresi 53. ayetini kaderçilikle karşı şahit süpütüde körüstüdü. Çünkü ayet Allah'ın bir kanuniyeti hakkında toxtalgan idi. Bu kanuniyetke asasen Allah bir kavimge ata kılgan nimetini o kavim özünü özgertmegiçe özgertmeydi. Yani Allah'ın takdiri mezkur kavimnin tallışıga bağlıqtır. Allah kavimnin gumrahlıkı petişini takdir kılmaydı, irade kılmaydı. Bunda kılışkı razı bulmaydı. Eğer kavim gumrahlıkını tallısa Allah mı ulağa ata kılgan nimetini özgertidu. El-Besri'nin mundaq deyişinin sebebi şu ki nimetinin menbesi Allah'tır. Nimetinin özgürüp gitişi bendilerinin onun emrige asilik kılgallığı sebebidindir. Deptu kadirli qarindaşlar. Yani qayt uqay
Quloq solishni talab qilgan Anfal surasi 53 oyatni qadarchilikka qarshi shohid sifatida ko'rsatdi. Chunki oyat Allohning bir qonuniyati haqida to'xtalgan edi. Bu qonuniyatga asosan Alloh bir qavmga ato qilgan ne'matini o qavm o'zini o'zgartmaguncha o'zgartmaydi. Ya'ni Allohning taqdiri mazkur qavmning tanlashiga bog'liqdir. Alloh qavmning gumrohlikka ketishini taqdir qilmaydi, iroda qilmaydi. Bunda qilishga rozi bo'lmaydi. Agar qavm o'z gumrohligini tanlasa, Allohmi ularga ato qilgan ne'matini o'zgartidi. Al-Basrining mundaq deyishining sababi shuki, ne'matning manbasi Allohdir. Ne'matning o'zgarib ketishi bandalarning uning amriga osiylik qilganligi sababidandir. Agar bandalar Alloh ne'matini o'zgartmasin deydigan, ondaqda o'zlari o ne'matga loyiq bo'lishi lozim. Allohning amr farmonlariga bo'ysunmaslik ne'matga nonko'rlik qilganlikdir. Bundaq ahvol ostida şu ilahi qonun o'zini ko'rsatishga boshlaydi. Ne'matga shukr qilsanglar, uni texmi ziyoda qilib beraman. Agar kuprani ne'mat qilsanglar, kuprni ne'mat qilsanglar, mening azobim albatta bakmi qattiqdir. Qaysi sura bu? İbrahim surasining 7-oyati. Onun oldingi oyatlarini o'qib beqinglar qadrli qarindoshlar, onun 5-idiki. O ne'mat nima ekan? O aytudiki, Allah meni qilgan narsa Allohdan emasdir. Chunki o yoqtirmaydigan ishdan rozi bo'lmaydi, yoqtirgan ishdan rozi bo'ladi. İnsan birisini öldürüp, andın bununla qadarni sabab qilib ko'rsatsa, Allohga töhmet qilgan bo'ladi. Allah begunoh insonni o'ldirishni harom qilgan. Allah harom qilgan qilmishni qadar deyish mohiyatda Allah bandisini arishdagi kitobi orqali jinoyatga mahkum qilgan. Lekin yer yuzidagi kitobi Qur'on buni cheklabdi deganlik bo'ladi. Bu bir-biriga ziddir. Allohga töhmet qilganlikdir. Allah bir ishni cheklab, andın bandisini onunla mahkum ve mecbur qilmaydi. Söz bu yerga kelganda Al-Basri Zümer surəsinin 7-oyatini dalil sifatida naql qilgan. Bu oyatda Allah kafirlik ve nankorlukning faili, yani iyisi sifatida bandalarni ko'rsatib o'tgan. Allah bu qilmishlarni o'ziga nisbat qilmaydi. Allah barcha xatoliklardan xolidir. İxtiyorga qo'yib turdi. Chunki iroda va tanlash erkinligini berguvchi Allohdir. Allah bandalariga bulardan qaysidan rozi bo'ladiganligini, qaysidan rozi bo'lmaydiganligini ochiq bildirdi. İnsanning o'z tanlashining mas'uliyatini o'zi ustiga olmay, mas'uliyatini Allohga ortib qo'yadigan qadar tushunchasining tigida Allah'a kılıngan en ağır töhmet yatqanlıqıga kişinin dikkat nazarini ağdırıp, başta bendisini bir hükümge mecbur kılıp, andın bendisini mecbur kılıp koygan o hükümge razı olmaslık Allah'a yaraşmaydı. Yani bu Allah'ın kitabından bir delilge asaslanmagan her qandaq bir tushuncha ozg'unlikdir degan mazmun nayt ishkibat keladigan qadrli qarindoshlar, lekin ajoyib yaxshi tahlil. Nahaqchilik va zulm Allohning qazo yoki qadari emas degan mazmunni ko'ramiz. Al-Basri aytudiki, onun Allohning qazoyi qadri hammaga o'rtaq yaxshini, adaletni, yaxshilikni atrofidagilar bilan ham bahir bo'lishni amr qilishdir. Har xil hayosizlikdan, yomonlik ekanligida barcha insoniyat birlikka kelgan qilmishlardan va haddidan eshib ketishdan
to'sishdir. Buni qisqartib islomiy hukm bo'yicha degan chaqda amri bil ma'ruf nahil anil munkar degan gap qadrli qarindoshlar. Bu qurlarda Hasan al-Basri'nin Qur'onga asoslangan qadar iniqlamasini ko'ramiz. Onun qarashicha insondan iborat irodaga ega mavjudotlarning qadari Allah'ның buyruqlari va cheklimisidir. Qadar degan bir o'lcham degan gap qadrli qarindoshlar. Bularga quloq solib agishish yoki agashmaslik insonning ixtiyori tanlashiga qo'yib berilgan. Agar inson Allah'ның buyruq ve çeklimeleriga boysunishni tanlasa, Allah'ның taqdiriga razı bo'lgan bo'ladi. Aksicha bo'lganda Allah'ның taqdiriga qarshi chiqqan bo'ladi. Bu noktada Al-Basri'nin bu tarifini Kur'an'a selip görüşünün ziyni yok. Kur'an'da kader hukmi qaysi ma'noda ishlatilmoqda. Her qanday bir insan bir gap qilsa qadarli qarindoshlar, Kur'an'a tushamdi, tushmamdi deb sep bakışımız lazım. Qani bu gapni sep bakalım. Kur'an'daki kader hukmi irade berilgan bir mevcudiyet bo'lgan insonni mecbur ve mahkum qilgan hüküm ve yaratish ma'nosida faqat ishlatilmagan. O'lcham, qimmat qarash, qimmat, miqdor, muddat. Yani 5 tane ma'nosi var qadarli qarindoshlar. Qadar deganninki, ya'ni taqdir deganninki. Ma'nosini bildiradigan qadar kelimasi Qur'onda barliq variantlari bilan birleştirilgan. Bulardan 41 danisi igilik ve igisiz, köplük ve birlik, ötümlük ve ötümsüz fiil sifatida kelgan bo'lib, her xil almashlar bilan birlikte ishlatiladi. Allohga, insonga ve şeylerine nispeten kılındı. Bunundan başka şeylerine nispet kılındı. Bunundan başka 90 tanesi isim ve fiil bulup gelgen. Bunlar mı Allah'a, insanlığa ve şeylerine nispet kılındı. Yine aşılara işletildi, karıtıldı. Bırak kader meselesi bilen münasebetlik işletişlerinin hiçbiri de insanın iradesiyle alakadar iş hareketlerine nispet kılınmaydı. Hemmisi de insan iradesinin sırtındaki hadiseler, ilmi yekünler ve ehvallar için işletildi. Lafzi şekilde kader kelimesi Kur'an'da 11 cayda tilg'ilindi. Bu kelime işletilgen urun ve ispatilgen manaları nazil buluş tertibiga asasen tüvendikice. Birinci, Mursalat suresi 22. ayet. İnsanın ana rahmide ma'lum mezgilgicha ila kaderin turduğanlıqını ifadelaydi. Bu yerde kader, mezgil, vaqt ölçümü ma'nosida ishlatilgan. İkinci, Taha suresi 40. ayet. Allah'ın Hazreti Musa'nı peygamberlikka tanlab, kelimetullah sifatida taqdirlaganligi ve üstün urungu qo'yganligiga dalalet qiladi. Ela kaderin. Peygamber tanlashda bendining iradasiz rol oynamaydı. Bu yerde kader Allah'ın tanlaşı, halishi, hükmü ma'nosida ishlatilgan. Üçüncü, Kamer suresi 49. ayet. Allah'ın her şeyini ilahi bir ölçem ve kanuniyet bilen bir kaderin yaratışıga dalalet kılıdı. Bu kaderge asaslanganda iradesiz mevcudatlar sünnetullah deb atalgan ilahi kanuniyetlerge, akıl ve iradege igi bo'lgan mevcudatlar iradesi arqılı kılgan her kılmışıda tallaşlarga bağlangan buludu. Yani iki xil narsa kadar arkadaşlar. Bu kaderge asaslanganda iradesiz mevcudatlar sünnetullah deb atalgan ilahi kanuniyetlerge, akıl ve iradege igi bo'lgan mevcudatlar iradesi arqılı her kılmışıda tallaşlarga bağlangan buludu. Bu yerde kader, ölçem ve kanuniyet ma'nosida ishlatilgan. 4. Rayd suresi 17. ayet. Asmandan tushgan so'ning jilg'larni liq to'ldirganligini uqtirdi. Bi qadariha. Bu yerde kader
ölçem ve miktar ma'nosida ishlatilgan. 5. Hicr suresi 21. ayet. Allah'ın yeryüzündeki barlık mevcudatlarının rızkını teminleşi ve planlaş ma'nosida rızkının belgilengen bir ölçem, kanun mizan yani bir kaderin asasıda ata kılınganlıkını ifadeleydi. Bu yerde kader, ölçem ve kanun mizan ma'nosida işletilgen. 6. Mü'minun suresi 18. ayet. Allah'ın asmandan suni belgilik bir kanuniyet bir kaderin ya asasen çürgenlikini bildirdi. Bu yerde kader, ölçem ve kanun mizan ma'nosi işletilgen. 7. Şura suresi 27. ayet. Allah'ın bendeleriga bergen rızkını bir ölçem kanuniyetga asasen ata qiladiganligini ifodalaydi. Bir kaderin. Kader, ölçem ve kanuniyet ma'nosi işletilgen. Zuhruf 33. ayet bu ayetni izahlaydı. Bu ayet rızıkның ishlab tapqan, qo'lga keltirgan degan ma'nosida emas, ata qilingan ma'nosiga munosabatlikdir. Bayni osmonda sizlarning rizqinglar bor. Sizlarga va'da qilingan savob bor. 51. sure 22. ayet. Ayetiga o'xshaydi. 8. Zuhruf suresi 11. ayet. Allah'ın osmondan suvni ma'lum ölçem yoki qonuniyatga asosan bir kaderin çürgenlikini bildirdi. Bu yerde kader, ölçem ve kanun mizan ma'nosida işletilgan. 9. Bakara suresi 236. ayet. Bu ayette iki qatim tilga ilinadi. Talak kılındıgan ayalni aç ve susuz koçuğa taşlab etmeslik üçün erinin küçü yetken miktarda belgilik nafiqi bekitip kaderuhu ayalga birişi ma'nosini bildirdi. Bu yerde kader küçü yetken bir miktar belgilengen ölçem ma'nosida işletilgan. 10. Ahzab suresi 38. ayet. Allah'ın buyruğunun ilahi bir ölçem ve plan boyunca kaderen vücutga çıkadiganlığı ma'nosini bildirdi. Bu yerde kader ilahi ölçem ve plan ma'nosida işletilgan. Kur'an'da kader kelimesi lafzi şekilde işletilgan barlık ayetler yuqorqilardan ibarettir. Bu ayetler işidin hiçbiri hususen insanların iradesiga münasebetlik iş hareketlerini bildirmeydi. Allah'ın kulli kadir bo'lgan ilahi ölçemini bildirdiğen Taha suresi 40. ayet ve Ahzab suresi 38. ayetlerimi kaderini insan iradesiga taalluq bo'lgan hiçbir iş hareketge nispet kılmaydı. Bu ayetlerin hemmisi kainat, insan ve hadiseler için bir ölçem ve kanuniyet turguzulganlığını bildirdi. İlahi kader degende hiçbir şeyinin mizansız, ölçemsiz ve plansız emas ki közde tutuldu. Kaderge iman keltirishning maiti Allah'ın hiç kandak nersini maqsadsiz yaratmaydiganligiga, her nersini bir ölçem ve kanuniyetga taalluq qilganligiga iman etishdir. Yani kaderge iman etmang demedik, eyiting deb atadi. Manda eytisiz Kur'an boyunca da atadi. Mesuliyeti bütünley insanga taalluq bo'lgan ixtiyari iş hareketler keyinki mezgilde Kur'an'ı mahiyeti yuqorqidan ibaret bo'lgan kader meselesinin içiga kirgizib etilgan. Bu noktadan qilib aytganda kader hukmi ma'no jihatdan eg'ib ketishga duch kelib, Qur'oniy ma'nosidan yiroqlashib ketgan. Bu ma'no jihatdagi eg'ib ketishning tagida Hijriya 1. asrda maydonga kelgan siyosiy jihatdan asli yo'ldan chetnab ketish va ijtimoiy davolg'ishlar yotmoqda. Emevi hanedanlıqının zulümlerini yolluk görüş üçün pişan orunda işitilgen kader düşüncesinin
berib to'xtagan yeri dal Qur'onga qarshi jang e'lon qilgan jahiliyat aqlining qadar tushunchisi edi. Aslida Qur'on shiddat bilan rad qilgan jahiliyat qadar tushunchisi rivoyat madaniyatining vasita qilib, musulmonlarning an'anasi ichida o'ziga bir kishilik o'rin hozirlashda muvaffaq bo'lgan va oxirgi natijada Qur'oniy qadar tasavvurining o'rnini egallagan. Jahiliyat qadar tushunchisini Qur'on mundaq bayon qiladi. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulul lazina ashraku law sha'allahu ma ashrakna ve la abauna. Sadakallahul azim. Müşrikler, eğer Allah halis idi, biz ve ata boğularımız şirik keltirmeydik ve hiç nesini haram kılmaydık. En'am suresi 148. ayet. Kur'an bu xil qadar tushunchasini Allohga chaplangan töhmet deb qaramoqda. Bu oyatning uzilila mundaq savol qo'ymoqda. Sözünlarning rastligiga pokitinglar bo'lsa, bizga chiqarib ko'rstinglar demoqda. Va orqadinlar sizlar faqat gumongila asoslanasizlar. Allohga faqat yolg'onni chaplaysizlar. En'am 148. oyatda ashundaq deb xitob qilmoqda. Qur'on müşriklarga nisbat berib qarshi turgan bu noto'g'ri qadar tushunchasining ro'shan aloyidligi insonning o'zi qilgan qilmishlarining axloqiy mas'uliyatini gadiniga olmasligi bo'lib, buning orqa pardasida iroda omonatiga xiyonat qilish yotmoqda. Halbuki Allah Qur'onda eng yorqin til bilan ifodalagan oyatlarning birida bayon qilgandek, insonning o'z irodasi bilan qilgan ish harakatlarida qadarini, ya'ni taqdirini o'zi tanlashiga bog'lab qo'ygan. Ya'ni Bismillahirrahmanirrahim. Kullu insanin elzemnahu ta'irahu fi unuqihi. Biz her insanın kaderini onun tirişçallıqıga bağlı kıldık. İsra 13. ayet. İradını insana kader kılgan zat Allah'tır. Allah insanın halişini halmagan bolsa, insan halayanmaydı, tallayanmaydı. Kayıt okaya. İradını insana kader kılgan zat Allah'tır. Allah insanın halişini halmagan bolsa, insan halayanmaydı, tallayanmaydı. Bırak Allah insanın halişini halagan, bu halişini insanga irade ata qilish orqali namoyon qilgan. Shundoq turib, yani iradening mas'uliyatini inkor qilish amaliyotda Allohning xohishini rad qilishdir. Yani Allah insonga baxshatgan tanlashdan iborat qadarni inkor qilganlikdir. Qadar inkorchisi mana mushundoq bo'ladi ekan, qadarli qarindoshlar. Ma'noqtini qayt o'qitaman. Yani ayetlerin birleştirip okuyan çağda biz her insanın kaderini onun tirişçallıqıga bağlı kıldık. İsra 13. ayet. İradını insanı kader kılgan zat Allah'tır. Allah insanın halişini halamagan bolsa insan halayalmaydı, talayalmaydı. Bırak Allah insanın halişini halagan, bu halişini insanga irade ata qilish orqali namoyon qilgan. Shundoq turib, yana iradening mas'uliyatini inkor qilish amaliyotda Allohning halishini rad qilishdir. Ya'ni Allah insonga baxsh etgan tanlashdan iborat qadarni, irodani inkor qilganlikdir debdi qadrli qarindoshlar bu kitobning sharhida. Qur'ondagi 5 iman asasa qo'shib qo'yilgan 6. asas. Bunu biz o'rganib etib, undan keyin darsimizni tugatamiz qadrli qarindoshlar.
Kur'an iman asaslariga oid 5 mavzuda to'xtalgan bo'lib, bularni ayrim holda 3 joyda, ya'ni Baqara surasi 177, 284, 285 oyatlar va Nisa surasi 136 oyatda bayon qilgan. Qur'onda bu 3 o'rinda hammasini birlikda, onundan boshqa yuzlarcha o'rinda ayrim holda iymonning shartlariga doir 5 mavzu tilga ilingan. Birinci nimetde Allah'a iman, ikincisi peygamberlerge iman, üçüncüsü periştelerge iman, dördüncüsü kitaplarga iman, beşincisi ahiret günüge iman. Bu 5 iman asaslarını arka sanap ötken ayetlerden Nisa suresi 136. ayeti iman etkallar, iman kelturunlar degan xitob bilan boshlaydi. Iymon asoslarini tilga olgan oyatning iymon etganlar xitobi bilan boshlanib, iymon keltiringlar deb davomlashishi go'yo bir mo'jiza xarakterli xabar berishga o'xshaydi. Xuddi iymon etganlar, iymoninglarning talabga loyiq bo'lishini orzu qilsanglar, tuvandagi asoslarga iymon etinglar degandek o asoslarni sanab berdi. Bu mahiyette bu asaslarga bir narsa qo'shmanglar va kamaytib etmanglar ma'nosini ifodalaydi. Qur'onda tilga ilingan iymon asoslari yuqoriqilardan iboratdir. Qur'on bularga qo'shimcha qilib, qadarga iymon deb 6-chi bir shartni qo'ymagan. Hatto o'tirib qo'yish u yoqda to'sin, Qur'onda iymon bilan qadar kelimasi o'xshash bir cümle işide işitilgen hiç kandak bir ayet yok. Sual: bu ahvalda Kur'an'da 3 o'rinda arka bayan kılgan bu 5 asaska 6-cı bir maddeni qo'shib qo'yishning sebebi yoki sebepleri nima? Cevap: bunun 2 sebebi var. Biri siyasi, ikincisi kalami. Birinci siyasi sebepler. Emeviler kaderci yani cebirçilikni devlet ideologiyasi sifatida özleştirgen. Küç yani qilichga tayinib çangılığı kirgizib olgan hakimiyetni hammagi ma'lum sebepler bilan yo'lliq qilib ko'rsatish yo'lida qiyinchilikqa duch kelgan Emeviler bu orqali hakimiyetini yo'lliq ve ideviy asosga ega qilmoqchi bo'lgan. Bu meselede Emevilerge 3 narsaning foydasi bo'lgan. Birinci, tahdid ve korkunç yiyish. Bu korkunçning devlet diktatörü bilen qandoq icra qilinganligiga oid amaliy misollar ilgiriki bablarda bayon qilib o'tildi. İkinci, jahiliyatdan miros qolgan kollektiv tushuncha. Bu tushunchada qazoyi qadar tushunchasi belgilik asosga ega. Mushriklar şirik keltirishlerini Allah'ın xolishi diyaligidek derecede kaderci idi. Üçüncü, dirayetki ko'ngildagidek ehmiyet vermey, taklitçilikki varislik qilgan ulama ve qissachi vaizlar Haşiviye Kur'an cahiliyet kader tushunchasining oldiga to'sma soqqan idi. Tosmining etrafını boylab, üzünü rivayet bilen yeni baştan canlandırgan cahiliyet kader tushunchasining keyingilarga yetkazilishida yuqori tilga ilingan guruhlar hal qilg'uch rol o'ynagan. Ya'ni dirayatga ko'ngildagidek ahamiyat bermay taqlidchilikka varis qilgan ulamo va qissaschi vaizlar Qur'on jahiliyat qadar tushunchasining oldiga to'sma soqqan edi. Ya'ni Qur'oni tosmining etrafını boylab üzünü rivayet bilen yeni baştan canlandırgan cahiliyet kader tushunchasining keyingilarga yetkazilishida yuqorida tilga ilingan guruhlar hal qilg'uch rol o'ynagan. İkinci, kalami sebepler. Irak ve İran'ın fethi qilinishi bilen Müslümanlar yeni bir itiqad bilen uçraştı ve bununla Seneviye deb isim koydu. Zerduşluk ve onun tesirde oturga çıkan Mani, Deysan, Markiyon katarlık Gnostik yani kadimki Misir, Yunan,
Zerduşt, Şerq an'anaları ve dinleri, İbrani dini, Hristiyanlıkның bazı akidelerini bir totum bilen yugurgan, tarikatlar tarafından kabul kılıngan ruhani, felsefi ikimlar. Yani gnostikning ma'nosi shukan. Gnostik e'tiqodlarning hammasi yaxshilik va yomonlikning ayrim ikki javhar ekanligiga, shundaqla yaxshilik ilohiy Hormoz ve yomonlik ilohiy Ahriman va ishinatdi. Sanaviya yani ikkichilik deganlik bo'ladi. Bu iqimlar Hicri 1. asrning 5-dan itibaren İslam coğrafiyasının qalbiga ve musulmon xalqlarga cho'ng ta'sir ko'rsatgan. O vaqtda bu iqimlar İslamning tavhid aqidasini ichidan asta yavatgan bir qurutqa aylangan edi. Kuchli ta'sirga ega tashviqot usullari barpo qilgan bo'lib, buningga qarshi turish vajidan kalam ulamalari qadar tushunchasiga yaxshilik va yomonlikning Allohdan keladiganligiga munosabatlik bir tema echish ehtiyojini his qilgan. Lekin davr taqozosi bilan o'tirg'i chiqqan bu tema hokimiyatning qo'llab-quvvatlashi bilan Qur'on sanab o'tgan 5 iymon asosiga qo'shimcha qilinib, iymon shartlariga kirgizilgan. Yani 6 iymon degan 6 iymon emas, asli Qur'oniy 5 iymon. Qur'onda qayd qilingan iymon asoslari qo'shib qo'yilgan. Davr xarakterlik bu omil her bo'lmo'linishga o'xshash musulmonlarning Allohga, insonga va shay'larga bo'lgan tushunchalarida keng ko'lamda kutilmagan salbiy natijalarni keltirib chiqadi. Bu qayib ketish Qur'on shakllantirgan tushunchada yo'chuqlarni ochdi. Keyingi mezgillarda mazkur yo'chuqlar orqali yana boshqa kasalliklarni sho'ng'ib kirishga boshladi. Shundaqdimi musulmon vujudining qaytadan asliga kelish imkoniyati hech qachon yo'qolmadi. Chunki suyumlik payg'ambarimiz topshirib olgan peti yetkizgan vahiy nazil bo'lgan kundikidekla sab holda bizgacha yetib keldi. Emevi davlat ideologiyasini yaqalagan kalamchilar Qur'onda sanab o'tilgan 5 iymon asosiga 6 bir modda qo'shish bilan to'xtab qolmadi. Keyingi asrlarga kelganda jabirchi yoki qadarchilik tushunchasi musulmonlarning aqidasiga aylandi. Bundaq bo'lishda dastlabda Mu'tazili bo'lgan, keyincha qarshi iqimga o'tgan ataqliq kalamchi ulama Ash'ari, yani vafoti Hijriya 324-yili, miladiya 935-yili başlamchilik rol o'ynagan edi. Ash'ari bendeler qilmishlarida erkin, tanlashlarida mecburdur. Bendeler qilmishlarida erkin, tanlashlarida mecburdur. Nazarisini kuchab tashviq qilgan. Tanlashda mecbur bo'lgan odam qilmishlarida erkin bo'la olamdi. Bu aslida o'ng qo'lida berganni sol qo'li bilan tortib olganlik bo'lib, qo'shiq bilan birib, sepi bilan ko'zini o'ygandek bir ish edi. Bu nazariya albatta zidlikqa ega. Mohiyat jihatdan ilib aytganda, bu nazariya jabirchi, yani qadarchilikning usti yepiq ifodasi edi. Andaluslik olim Ibn Hazm El-Fisal degan kitobining 3-bob 22-betida ve Saçaklizade, Gelembevi, Hasan Çelebi qatorliq ataqliq Osmanlı kalamchileri Ash'arining butunlay jabirchi ekanligida ham fikr bo'lishgan. Yani Kotahiyavi Mebahis 11-bet. Maturidi kalamining 2-numaralık peshivasi Ebul Mu'min En-Nesafi, yani Hicriya 438'den 508-yilgacha, miladi 1047'den 1115-yilgacha yashab ekan. Yani Maturidi kalamının 2-numaralık peshivasi Ebul Mu'min En-Nesafi bu sebepten Ash'arini ehli sünnetinin sırtıda deb hisoblagan. Yazıcı oğlu Maturidi ve Nesafi'ye göre insan hürriyeti degan kitapның 93-beti ekan. Maturidi kalamchi Pezdevi yuqorqidek sebepler tüpeyle
Ebul Hasan el-Eş'ari'nin ehli sünnet bilen ihtilaflaşkan temileri serlevilik bir mavzu hakkında toxtalgan. Pezdevi'nin ehli sünnet akaidi 353. bette qarasak buladı iken, Pezdevi yine Eş'ari'ni bu sebep tüpeyle bid'at ehli dep ilan qılgan. Yuqurda ismi tilgınlıgan eserinin 366. betiga qarasanlar buladı iken. Yani Eş'ari'nin özüdün farklı fikirlerde boğan, rakiplerine qarata qılgan etkenlerinin del özüne, yani onunla karşı çıkan sünni kalamçılama qılgan. Bu xil ayıpleşler ötmüştü qalgan bolsumu, Eş'ari cebirçilikning keng musulmon ammasının aqidasi ko'rsatgan salbiy ta'siri afsuski ötmüştü qalmay günümüzgacha yetib keldi, kelmekte deb mishada oyoqlashtirdik ekanmiz. 196. bet keldik qadrli qarindoshlar. Anda bo'lsa tedbiriyay Kader Risalesi ve Şerhi isim dersimizden 10. mişer tügüde 11. görüşeyle Allah'ın özüge amanet bulunla hayatınlardaki en güzel Ramazan'ını Kur'an bilen işkuyun, taşkın bulup ötküzüşünlerini tileymen. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.